Ko'rdinglarmi? Bu erkakka shunchaki mashina sovg'a qilishdi. Bu inson o'z videolarida doimiy ravishda "Mening ismim Oltinbek" deb juda ham mashhur bo'lib ketdi. Oltinbek juda ham ko'p videolarda "Men bugunchalik piyodaman, lekin ertaga albatta mashina rulida bo'laman. Lekin hozircha shunisiga ham shukur" deb o'z orzularini Instagram orqali insonlarga yetkazib bordi. Va o'sha kun keldi, Instagram uni orzularini amalga oshirdi. Qirg'izistonlik bir streamer shaxsan Oltinbekni topib, mana shu video 150 ming like to'plasa men o'zim avtomobil sovg'a qilaman deb va ishonmaysiz, video atiga 6 soatda 150 mingdan oshiq like to'pladi. Streamer o'z va'dasida turdi va Oltinbekka uni orzusidagi avtomobilni sovg'a qildi. Mana shunaqa Instagram bu shunchaki siz orzularingizga erishishingiz mumkin bo'lgan bir instrument. Bugun agar mana shu instrumentni ishlatib boshlasangiz, ertaga albatta o'z kutgan natijangizga erishasiz. Agar siz ham 2026-yilda o'z blogingizga yurg'azib daromadga erishmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada rubrika so'zini yozib qoldiring. Men sizga bu yilning o'zida topga chiqish mumkin bo'lgan rubrikalarni to'planmasini tashlab beraman.